qaroriga asosan muammoli kreditlar sonini kamaytirish maqsadida kredit ta'tili berila boshladi. Ushbu tartibga ko'ra 5 toifadagi oilalarga kredit ta'tili beriladi. Birinchi toifadagi oilalar ro'yxatiga esa bizda birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, ikkinchisi dekretga chiqib bolalar parvarishi bilan mashg'ul bo'lgan onalarga kredit ta'tili beriladi. Uchinchisi esa ishsiz bo'lgan fuqarolarga, ya'ni ishlab yurib vaqtinchalik ishsiz bo'lib davlat ro'yxatida ishsiz deb e'tirof etilgan shaxslarga kredit ta'tili beriladi. Ikkinchi toifa favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda kredit ta'tili beriladi. Oxirgi 5-toifa esa so'nggi 2 oy mobaynida mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan shaxslarga 6 oydan 10 oygacha kredit ta'tili beriladi. Ushbu davrda siz hech qanday kredit, foiz va peniyalar to'lamaysiz. Moliyaviy ahvolingizni to'g'rilab, keyin belgilangan muddatdan so'ng kreditlarni to'lashingiz mumkin. Bank va kreditga oid muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, sahifamizga a'zo bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.